Uchar Universitet. Abduri Ümit Şimşek. Tercüman Abdülaziz Akun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Taklimkan Uyghur Nashriyati. Biri Polsha bor ekan, biri Polsha yo'q ekan nomli bobning davomi. İşğalçı davlatlar 1797-yili o'zaro kelishim tuzib, Polsha podshohligini aslatadigan hamma narsani yo'qotib tashlashni qaror qilgan edi. Polshaliklar kuchlik umidlarni kutgan Napoleon bo'lsa, Rus chariga xatarlik Polsha tushlarining reallikqa aylanishiga qat'iy fursat bermaydiganligi to'g'risida qayta kapolat bergan bo'lsa-mu, lekin char uning bilan kifoyalanmay, Polsha so'zining hech bir rasmiy hujjatda ishlatilmasligini talab qilmoqda edi. Avstriya bilan Prussiyaning ishg'oli ostidagi zaminlar bo'lsa, Polsha madaniyatini davomlashtirish urushlariga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Polshaliklarning yagona betalayligi tashqi do'st dushmanlardan iborat emas edi. Ularni haqiqiy ma'noda xo'rtayotgan narsa har qancha qilibmi ichki birlikni kapolatga ega qilolmasligi bo'ldi. Shu vajidan qo'zg'olon ko'tarish urinishlarining hammasi mag'lubiyat bilan oxirlashdi va ularning har biri oldinqisiga qaraganda texmo qonliq shaklda bostirildi. Shundaqla burunqiga selishtirganda texmo og'ir besimlar bilan natijalandi. 1820-yillarda Rus tuzimining chingayib ketishi, o'xshash bo'lmagan shaharlarda ziyolilarning yetakchiligidagi maxfiy tashkillanishlarni paydo qildi. U mezgilda Polsha podshohligi cheklik erkinlikka, noiti liberal asosiy qonun va o'ziga xos bir armiyaga ega edi. 1830-yili noyabrda hukumatning qo'llab-quvvatlashi bilan polshalik askarlar Rus hokimiyatiga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Erkinlik jangchilari bu qatimqi qo'zg'olonlarni Fransiyaning qo'llashini umid qiladi. Lekin Fransiya yordam talablarini javobsiz qoldirdi. Qo'lliqning bekor qilinmasligi dehqonlarning qarshilik ko'rsatkichilarini qo'llashiga to'salg'i bo'ldi. Uzun muddat davomlashgan noyabr qo'zg'oloni 1831-yili qonliq ravishda bostirildi. Orqadan keng ko'lamli tutqun qilish va surgun qilish siyosatlari yurgizildi. O'tir qatlam qo'ldagi zaminning ko'p qismidan ayrilib qoldi. Uningga ergishib, ilmiy va diniy faoliyatlar noiti kuchli bosimga uchirdi. Asosiy qonun amaldan qoldirildi va armiya tarqitib etildi. 1846-yili Avstriyaga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonmi asosan degidek yuqorqiga o'xshash sabablar tufayli unumsiz oxirlashdi. Harakatga boshlamchilik qilgan ziyolilarga nisbatan eng muhim ish kishilik erkinlik va ayrim bir milliy kimlik yoritishdan iborat edi. Biroq bu g'oyalarni dehqonlarni degidek qiziqtirib ketmaydi. Ular bu harakatni zamin g'o'jdorlaridan qutulishning vositasi deb qaraydi. Natijada dehqonlar bu harakatning rahbarlarini avstriyaliklardan og'ir mustabid deb qarashga boshladi va ularga qarshi qo'zg'aldi. Avstriya harakatni noiti vahshiyona shaklda bostirdi. 1863-yili Ruslarga qarshi qo'zg'algan mashhur yanvar qo'zg'oloni boshqa qo'zg'olonlardan farqli natijaga erishamadi. Char 2. Aleksandrning qo'lliqning amaldan qoldirilishi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir qator islohot planlarini ijro qilishga boshlashi, yer zamin sohibi islzodlar bilan Marksning ta'siri ostidagi yosh oshqun ziyolilarning orasida so'g'chilikning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Shu sababdan harakat ichida birlik o'rin olmadi. Sirtdan kutilgan yordamni qo'lga keltirolmadi. 15 oy davomlashgan qo'zg'olon 1864-yili avgustda bostirilgandan keyin oldingi qatordagi fikr va san'at arboblarini o'z ichiga olgan 10 minglarcha kishi Sibiriyaga surgun qilindi. Ularning orasidagi nurg'un odam
vatanlarini qayta ko'rolmaydi. Harakatning beshidagi kishilar bo'lsa 1864-yili 5-avgustda Polshaliklarni qo'rqitish maqsadida Varshavadagi Aleksandr cherkovining tomlariga esildi. Orqadan Polsha podshohligi amaldan qoldirildi va zaminlari Rossiyaga qo'shib etildi. Shu yili Rossiya Polshalik qullarni qo'yib berish orqali harakatga o'tish ehtimoli bo'lgan inqilobchilarning qo'lidan nihoyatda muhim bir ko'zirni tortib olgan bo'ldi. Bu qo'zg'olonning bostirilishidan keyin Varshava universiteti taqib etildi. Ma'rif boshdan oxir butunlay ruschalashtirildi. Polsha tili maktablarni o'z ichiga olgan nurg'un joylarda man'iy qilindi. Do'kon viveskilarining xatlarini Kirill alifbasi bo'yicha yozish majburiy yo'lga qo'yildi. Katolik cherkovi qarshi kurash kuchli shaklda davomlashtirildi. Cherkovlar taqaldi. Rahiblarning mol-mulklari musodir qilindi. Vatikan bilan aloqa o'rnatish cheklandi. Diniy jamiyatlar taqib etildi. Uningdan keyingi yarim asr bo'yicha Rus charining odamlari Polshada ma'rif, davlat boshqarish, madaniyat hayotidan tortib diniy faoliyatlarga bo'lgan barliq sohalardagi polshalik tuyg'usini aslashga elib boradigan har qanday narsani yiltizdan qumurib tashlash bilan mashg'ul bo'ladi. Prosiyamu kechikmasdan Rossiyaning yo'lini tutdi. 1872-yildan tortib Prosiya ishg'oli ostida turayotgan Polsha zaminlaridagi barliq maktablar germanchalashtirildi. Maktablarda nemischa majburiy til bo'ldi. Polshacha so'zlashish bo'lsa jinoyatga aylandi. Bo'libmi, oliy maktablarda o'qimoqchi bo'lganlarning cho'qim nemischa o'rganishi va Germaniyadagi bir universitetda o'qishi shart edi. Bismarckning madaniyat urushi ro'yiga asosan Polsha kimligini aks ettiradigan barliq qonun va organlar germanlashtirildi. Cherkovlar va xususiy mol-mulklar musodara qilindi. Xalqqa eg'ir bojlar qo'yildi. Polshaliklarning yer zaminlarini sotib olmoqchi bo'lgan germanlarga yordam qilish maqsadida bir mustamlika qilish komiteti qurildi. Polshaliklar urushlarda yo'qitiladigan inson kuchi sifatida askarlikka elindi. Har turli aloqa munosabatlarda har qanday millatchilik va vatanparvarlikni ifodalaydigan ishlarga qarshi nihoyatda og'ir cheklamalar yo'lga qo'yilishga boshlandi. Saqchilarning yo'l yo'riqlari va istixborot dokladlari kundalik turmushning eng inchki tafsilotlarigacha ichkirilib kirdi. Germanlar polshaliklarni tarixdan butunlay supurib tashlab, yangi bir millat yasab chiqishni planlamoqda va buning uchun kolaning sutini seg'ish usullarigacha bo'lgan barliq ishlar polshaliklarga german odatiga muvofiq holatda yengilashdan o'rgatiladi. U mezgilda ozroq bo'lsa-mu nafas ola olganlar Avstriya ishg'oliyati ostidagi Galitsiyaliklar bo'ldi. Bu rayonda 1868-yildan tortib ma'lum ma'noda o'z-o'zini boshqarish tizimi yo'lga qo'yilishga boshlagan edi. Polsha tili rasmiy til sifatida saqlanib qoldi. Krakow va Lviv universitetlari o'qitishni davomlashtirdi. 1873-yilda qurilgan fan adabiyot fakultetlari bilan bu universitetlar Prosiya va Rossiyadan kirgan fikr iqimlarining markazlariga aylandi. Bu yerlar bo'lsa, madaniyat vaqtliq bo'lsa-mu gulnish imkoniyatiga erishgan nihoyatda osondagi joylarning biri edi. Avstriya hukmronligi ostida qolgan Galitsiyadagi katolik cherkovi hech qanday besimga uchirmadi. Keyingi qatimliq anglashimizda Parijdagi yillar nomli bobni huzuringizga sunamiz. Qimmatli vaqtinglarni ajratib, bu ovozli asarlarni anglaganinglarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Hammanglarning tinch salomatlik, oilanglarga baxt saodat tilayman. Xayr xo'sh, keyingi qatimliq anglashimizda ko'rishaylik.